Raspakovka vaqti. Juda ham ko'p mahsulotlarni raspakovka qilamiz, chunki bizda chekimiz yaxshigina uzun. Bunadan boshlaymiz. Birinchi bo'lib katalogda yangi katalog ko'rsatib o'taman. 23-martdan 12-aprelga qadar bizning kompaniyamizga yangi hamkor bo'lib kirib kelish niyatingiz bo'lsa, mana shu mahsulotlarimizni siz podatkasiga olish imkoniyati bor. Fabrlik Lita seriyamizdan SPF 50, Pacific Muskoy atirimiz 30 mg parfumerniy, Wind Advantage Muskoy atir 50 mg, Fabrlik Poly atirimiz 60 mg parfumerniy vada. Poly, yana Poly va yana Poly. Taura Женской atirimiz parfumerniy. Avanta parfumerniy, bu ham Женской atirimiz. Kiyimlarimizni dazmol qilib beradigan sprey, kuxnyamiz uchun noxush hidlarni ketkazadigan pul uchun krem. Genda kislorodniy sprey juda ham sevib ishlataman. Tensikin losion, yangi chiqqan salsinoviy kislotasi 2% va pantinol bilan birga yuzimizni muammolari bor joyga surtiladigan salsinoviy и azelinovый kislota. Shuningdek, bio paket, Purtojor atirimiz. Bu ham Purtojor tualet unitazlarni tozalash uchun juda ham zo'r sredstvo. Greensley вообще zo'r sredstvomiz, hamma biladi, siz ham olib ishlating. Mana shunaqangi nasatkasi o'ziga qo'shilib keladi. Tensikin umivalka yuz uchun yangi chiqqan hitazonoviy chipom kunlik ishlatiladigan prokladka. Vannalarni tozalash uchun sredstvo. Posuda yuvish uchun juda ham zo'r, o'zim juda ham sevib ishlatadigan posuda gel. Valentin Yudashkin parfümniy vada Muskoy atir. Suyun seriyamizdan dog'larni ketkazuvchi poрошок. Posuda yuvish uchun gel yana bitta. Excalagen seriyamizdan рассыпчатая pudra. Zubniy pasta. Vanta atirimiz parfümniy. Profniklar va bizada halol yog'li parfüm. Yangi chiqqan tushimiz Kalari kalsi, yangi chiqqan atirimiz Spansmen. Yo'mi yaxshigina katta ekan. Bu mahsulotlarning narxi katalog narxida 27.010 rublga sotishyapti. Lekin menga beryaptiki 20.200 so'mga. Bu yerda men 7.000 rubl foyda qilyapman. Agarda sizga O'zbekiston narxida qancha bo'lganligi qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib keting, albatta javobini beraman.